Gvardiola Husanov avtogol urgan uchrashuvdan keyin nimalar dedi? Angliya Premyer Ligasining 29-turda kelasi mavsum uchun Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasini beradigan o'yinlar uchun kurashayotgan ikki jamoa Manchester City va Brighton o'zaro kuch sinashdi. Etihad Arenadagi uchrashuvda mezbonlar 2 marta hisobda oldinga chiqib oldi. Avvaliga 11-daqiqada Umar Marmush ishlagan penaltini Erling Haaland aniq bajardi. Bu gol Erling Haaland nomini Angliya Premyer Ligasi tarixiga yozdi. Norvegiyalik charm to'p ustasi musobaqa tarixida 100 ta samarali harakatni eng tez amalga oshirgan o'yinchi sifatida rekord o'rnatdi. Haaland Angliya Premyer Ligasida gol pas tizimi bo'yicha 100 ta ballni 100 tadan kam uchrashuvda to'plagan birinchi va hozirgi yagona futbolchiga aylandi. 24 yoshli forvard bu natijaga erishishi uchun 94 ta uchrashuv kifoya qildi. Brighton futbolchilari Manchesterdan quruq qaytgani yo'q. Dastlab Haalandning goliga Estupanian 10 daqiqa ichida javob berdi. Uning jarimadan yo'llagan zarbasi ustunga tegib darvoza to'ridan joy oldi. Mezbonlarni birinchi bo'limning o'zida Umar Marmush hisobda oldinga olib chiqdi. Afsuski Brightonning safardan ochko olib qaytishiga Abduqodir Husanov ham sababchi bo'ldi. Hamyurtimiz o'yinning 48-daqiqasida raqib yo'llagan zarbani qaytarish chog'ida legionerimiz to'pni o'z darvozasiga kiritib qo'ydi. 2-2. Ushbu avtogol Josep Gvardiolaga antirekord olib keldi. Bu Manchester City joriy mavsumda o'tkazgan 40-gol bo'ldi. Josep Gvardiola shaharliklarni 2016-yildan beri boshqarayotgan bo'lsa, jamoa hali birorta mavsumda o'z darvozasidan buncha ko'p to'p olib chiqmagandi. Faqatgina ispaniyalik mutaxassis shogirdlari uning debyut mavsumi 2016-2017-yil chempionatda 39 ta gol o'tkazgan edi. Uchrashuvdan keyin Josep Gvardiola o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Yaxshi o'yin bo'ldi. Uchrashuv katta bosim ostida o'tdi. Biz hozir qilayotgan ishlar juda qiyinchilik bilan bo'layotganini juda yaxshi bilaman. O'yinchilar maydonda borini berdi. Biz bir ochkoga ega bo'ldik va kurashni davom ettiramiz. Albatta ishonchim bor, har doim shunday bo'lgan. Yosh futbolchilar yaxshi o'ynadi, ayniqsa himoyachilarimiz aql bilan harakat qildi. Biz g'alabaga yaqin edik, lekin unga erisha olmadik, dedi Josep Gvardiola. Huskort statistika portali uchrashuvda futbolchilarning harakatlarini tahlil qilib, ularni baholadi. Manchester City o'yinchilaridan eng kam ko'rsatkich 6 ball Abduqodir Husanov, Ren Diash va Phil Fodenga berildi. Jamoaning 2 ta goliga katta hissa qo'shgan Umar